Sonic, sen o'z oilangni topding. Yetib ol. Bilaman, har doim ham oson bo'lmaydi, lekin sen hali ham shu yerdasan. Ha, o'pkamda. Yoki yuragingda. Xavfsizlik tizimida buzilish sodir bo'ldi. Bizga hoziroq Sonic jamoasining yordami kerak. Shadow loyihasi biz shu paytgacha duch kelgan eng xavflisidir. Shadow tarixi senikiga o'xshaydi, Sonic. Lekin sen oilang va do'stlaringni topgan bo'lsang, Shadow esa og'riq va yo'qotishlarni topgan. Xullas, yovuz o'zga sayyoralik ozodlikda. Qayerdan qiramiz? Katta portlashdan boshlaymizmi? Qoyil, katta portlashdan boshlaymiz. Oldingi kirpi raqibimga qaraganda u kuchliroq ko'rinyapti. Ey oshna, men hali ham shu yerdaman. Rang-baranglar to'dasi. Biz urushni xohlamaymiz. To'g'risini aytsam, Sonic, men urushgan bo'lardim. Akasi yo'q. Endi meni galib. Balki kelishib olarmiz. U juda ham kuchli. Sonic! Gaplarimga ishonmayapman. Lekin bizga uning yordami kerak. Bu yomon g'oya. Qachon bu meni to'xtatib qolibdi? Doktor, bizda mehmonlar bor. Hattoki senga rahmim kelyapti, robotnik. Bizga sening yordaming kerak. Faqat bitta shartim bor. Voy. Ishga kirishamiz. Dunyoni boshqara olmas ekanman. Hech bo'lmasa uni qutqarib qolaman. Buni tikish kerak. Lekin sir, menda kerakli material yo'q. Topildi. Biz tugatganimizdan so'ng hech nima qolmaydi. Voy, cheaterlik qilma. Nimalar qilib qo'yding? Qilishim kerak bo'lgan narsani. O'g'il, qaytganing bilan bo'lishi mumkin emas. Mumkin qanday qilib, shunday qilib. Men seni dada bir qondanmiz. Ushbu treyler Kino Insider Telegram kanali uchun maxsus dublyaj qilindi.